Endilikda siz Banana TV platformasi orqali eng sevimli do'xo yoki animelaringizni sifatli dublyajda va original formatda tomosha qilishingiz mumkin. Play Market va App Store orqali yuklab oling. Ko'ksindon. Ko'ksindon anime. Anime deganda nimani tushunasiz? Bo'rttirishlar, yovuzlik va yomonlikning bir-biriga qarshiligi, dunyoning oq va qora tomonini boshqa tarafdan qaralishimi? Futbol degandachi, shunchaki to'pni har tarafga tepishmi? Kombinatsiya bilan jamoaviy o'yinmi? Ko'ksindon animesida esa bu haqiqiy onglar jangi. Kim dahoyu, kim omadsiz. Salom, bugun sizlar bilan Ko'ksindon animesi haqida gaplashib o'tamiz. Bu animeni ko'rganlar ham bor, ko'rmaganlar ham. Egoizmning eng yuqori darajasi aynan bu animeda ko'rsatib berilgan. Animeni ko'rishning o'zida ancha emotsiyalar va albatta hammamizga tanish bo'lgan zerikishlar uchrab turadi. Hozirda tarix haqida oz-moz gapirib beraman, lekin juda ham tarixiga kirib ketmaymiz. Manga 2018-yilning 1-avgustida Muneyuki Kanishiro tomonidan Weekly Shonen magazin jurnalida nashr etila boshlagan. Manga hali ham davom etmoqda. Hozircha yuzlab boblar chiqdi va juda ham mashhur bo'ldi. 2022-yilda esa mangasi anime sifatida ekranlarga taqdim etilgan. 2021-yilda Kandaysha Manga Awards'da eng yaxshi shonen manga nominatsiyasida yutgan. 2023-yilda esa mashhur sport mangalardan biriga aylangan. Blue Lock, ya'ni Ko'ksindon, an'anaviy sport animesidan farqli. Bu yerda jamoaviy emas, balki shaxsiy men, ya'ni ego va g'alaba uchun o'ziga ishonganlik asosiy mavzu. Har bir futbolchi o'z menini, egosini topish kerak. Shundagina haqiqiy striker, bombardier, hujumchi bo'la oladi. Qahramonlar orasida Yoichi Isagi, Nagi, Rin, Bachira kabi shaxslar chuqur rivojlangan. Birinchi mavsum 2022-yilning 8-oktyabrida taqdim etilgan. Birinchi mavsum First Selection va Second Selection arklarini qamrab oladi. Ikkinchi mavsum esa 2024-yilning oktyabr oyida chiqqan. Unda Neo Egoist Language arklarini tasvirlaydi. Bu yerda futbolchilar chet ellik yulduzlar bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazishadi. 2023-yilda Blue Lock eng ko'p tomosha qilingan sport anime sifatida qayd etilgan. Animening syujet doirasi juda ham qisqa va sayozdek tuyuladi. Lekin bu sport yo'nalishidagi anime va bunga hech qanaqa e'tirozim yo'q deb hisoblayman. Anime juda ham qiziqarli qilingan. Hattoki shunchaki futbol o'ynash bo'lsa ham baribir tan olish kerak. Syujet doirasi oz-moz sayoz o'tilgan va ikkinchi mavsumdagi noroziliklar ham. Yomon animatsiya, uchta grafika va qap-qatdagi effektlar deya noroziliklar ko'p uchragan edi. Ammo shoshilmang. Bu yerda boshqacha yo'l bilan buni realizatsiya qilishning iloji yo'q bo'lsa-chi. Masalan, faqatgina bitta rasmlar bilan ishlangan deyshadi va bu qisman haqiqat. Tan olish kerak, haqiqatdan ham shunaqa edi. Shaxsan o'zim hech qanaqa bunday e'tirozim bo'lmagan. Hamma oddiy birinchi mavsumda qanaqa bo'lsa, ikkinchi mavsumda ham farq qilmagandek, lekin baribir oz-moz farqlar bor. Ya'ni grafikaning pasayishidek. 3 ta animatsiyalarning ko'proq qo'shilishi. Animatsiyalarni aynan ikkinchi mavsumda nimaga ko'proq hit qilishganiga men ham hayronman. Axir birinchi mavsumda ham bor edi. Siz undan ko'ra bir zarbli odam animesini ko'ring. Haqiqatdan ham slashshou bo'lib yotibdi. Ayniqsa Garoning kelishini aytmasak ham bo'ladi. Animatsiya sifati pastlashgani. Ba'zi epizodlarda, ayniqsa o'yin sahnalarida animatsiya birinchi mavsumdagi sifatli chiqmagan degan shikoyatlar bo'lgan. Va bu qisman haqiqat. Ayniqsa Project Blue Lock'dagi tez harakatli momentlardan biroz soddalashtirilgan. Ko'pchilik muxlislar birinchi mavsumdagi yuqori temp, dramatik momentlar va doimiy raqobat muhitini singdirib olishgan edi. Ikkinchi mavsumda esa ba'zi epizodlarda o'yinlar orasida suhbatlar va tahlillar ko'payib, voqealar biroz cho'zilib ketgan degan e'tirozlar bildirildi. Birinchi mavsumdagi kuchli adrenalinni oshiruvchi soundtracklar o'rniga ikkinchi mavsumda biroz yumshoqroq musiqa ishlatilgani ayrim tomoshabinlarga yoqmagan. Shaxsan o'zimga ham bu ancha sezilgan. Anime o'z ichiga psixologik jangni olib kiradi. Bundan noodatiy motivatsiyalar va xarakterlar kelib chiqadi. Kimnidir buzib yuborish, kimningdir orzusini buzib yuborishga o'xshash noodatiy xarakterlar barcha personajlarda bor va bu sizga ham yoqib ketishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Syujet doirasi. Ehtiyot bo'lamiz, spoilerlardan qo'rqadiganlar bo'lsa, o'tkazib tursin. Bosh qahramonimiz Yoichi Isagi
Orzusi Yaponiya milliy jamoasida o'ynash, ko'p hollarda o'zining xato qilgani sabab o'zini aybdor his qiladi. Bir vaqtda uni sirli loyihaga Ko'ksinonga taklif qilishadi. Albatta, Isagi buni ma'qullaydi. Yaponiya futbol assotsiatsiyasi 2018-yildagi muvaffaqiyatsizliklardan so'ng o'zlarining eng tavakkal bo'lgan ishiga qo'l urishadi. Bilganimizdek, bu Ko'ksinnon. Bu yerda dunyodagi eng kuchli bombardier hujumchini yaratish edi. Bunga 300 nafar eng iste'dodli hujumchilarni saralab olishadi. Hamma yig'ilganidan so'ng ego o'zini ko'rsatadi. Haqiqiy manipulyator va psixolog. Aynan Ko'ksinonning boshqaruvchisi edi. Ego ularga o'zlarining menini, ya'ni egosini topishlariga yo'l ochadi. Isagi, ya'ni bosh qahramonimiz avvaliga 11 kishilik Z guruhiga qo'shiladi. Bundan o'zlarining eng birinchi matchlarida yutqazishadi. O'zlarini avvaliga yeb bitirishayotgan guruh birgalikda ish ko'ra boshlashganida va bunda o'zlarining bir-birlari bilan ximik reaksiyani topishga harakat qilishadi va uchqunni ikkinchi bosqichga qarab yo'l olishgan. Ikkinchi bosqich o'zining yagona va ajralib turishini isbotlashi kerak. Ikkinchi bosqichga kelib, ko'pchilik o'zlarining qurollarini aniqlab bo'lishgan va shunga qarab o'zlarining qurollarini kuchaytirishga kirishgan. Uchinchi bosqich guruhda 3 ta odam bo'ladi. 3-ga-3 o'ynashadi. Yutgan komanda yutqazgan komandadan bitta odamni tanlab oladi. Yutqazgan komanda esa oxirgi imkoniyatga ega bo'lib, boshqa yutqazgan guruhdan odam tanlab yana bir bor futbol tomon o'z egolarini tinglab qadam tashlashadi. Isagi bu gal g'alaba qozonishadi. Har gal bosqichma-bosqich o'tishganida tushunish tobora qiyinlashadi. Psixologik tarafdan ancha ko'p urg'u berib boshlashadi. Isagi esa har o'yinda ko'z oldimizda yangi uyg'onishlar qila boshlaydi. O'zining butun maydonni sezishi, ko'rishi birinchi qismlardan ancha yaxshilaydi. Rasmiylar va futbol federatsiyalarining bir qismi bunga qarshi chiqadi. Ya'ni Ko'ksinnon loyihasiga. Ular bu tizimni juda ham shafqatsiz, sportchi ruhiga zarar yetkazadi deb hisoblaydi. Chunki blokda 300 nafar futbolchilardan faqat bittasigina qoladi. Qolgani mag'lub sifatida chetlatiladi. Agar Ko'ksinnonni yutqazsangiz, ya'ni chetlashtirilsangiz, siz butunlay futbol olamidan karyerangizni tugatishingizga to'g'ri keladi. Lekin Ko'ksinnon qolishi mumkin. Bitta shart bilan. Yaponiya terma jamoasini mag'lub qilsagina. Ko'ksinnon albatta buni qabul qilishadi va 11 ta bombardier, striker, ya'ni hujumchilardan komanda tuzishadi. Eski o'yinchilarni saralash va guruh bo'lib o'ynash metodlari bilan hozirgi yakka o'yinchi jamoaviylikdan tashqariga chiqqan yangi saralash usullari bilan tayyorlangan o'yinchilarning jangi sodir bo'ladi. Lekin ego hali o'zining fikridan qaytmagan. Hali ham dunyodagi eng kuchli o'yinchi, ya'ni eng kuchli hujumchini yaratish mo'ljalidan kechmagan. Shu sabab davom ettirishni aytadi. Shundan manga tomon qarashimizga to'g'ri kelmoqda. Men esa mangalarni o'qishni yomon ko'raman. Ikkinchi o'rindagi personajlar o'rtacha ochib berilgan va bu yaxshi ham. Qisqa va lo'nda. Men albatta One Piece fanlariga o'xshab eski bo'lib o'tgan narsalarni 10 seriyalab eslashni yoqtirmayman va shu sabab anchagina yaxshi ochib berilgan deb hisoblayman. Tarixi haqida gaplashib o'tamiz, yoshliklari haqida. Bachiro yoshligidan beri har gal futbol maydoniga tushganda qandaydir maxluqni ko'radi. Bachiro uchun futbol maydoni xuddi boshqa olam. U futbolni tushungandek hech kim o'ynay olmaydi. Ko'ksinonda Isagini uchratmagunicha. Baru har doim hujumchi va hamma unga pas berish kerak edi va u shunday deb hisoblagan. O'zini qirol deb ataydi. O'yinda ham ancha-muncha qiziqarli narsalarni ko'rsatgan. Rin yoshligida akasining futbol o'ynashiga qiziqish bildirgan va unga o'xshashgan. Shu sabab futbolni akasi uchun o'ynagan. Akasi esa Sai boshqa futbol jamoasiga o'tish sabab yonida bo'la olmagan. Qaytganidan so'ng esa Rinni sindirgan. Sai Ringa men uchun futbol o'ynaydigan bo'lsang o'ynama so'zlari bilan butkul o'yin maydonini Rin uchun yo'q qilgan. Chigiri avvaliga Ko'ksinonga kelganida o'ynamaslik, mag'lub bo'lish uchun kelgan. Ikkinchi tarafdan futbolni tashlab qo'ya olmagani sabab ikkalasining o'rtasida qolib ketgan edi. Sababi uning oyog'i yoshligida travmaga uchragan va agar shu hol takrorlansa futbol karyerasini tugatishini aytib, uni ruhan sindirgan. Nagi hech qachon futbolga qiziqmagan, lekin juda ham talantli. Rayo uni pul sabab olib kelgan. Yoichi Isagi yoshligida dunyodagi eng kuchli hujumchi bo'lish niyatida edi, lekin jamoaviy o'yin deb guruhdagilarga bittagina pas sabab uni butun o'yinni vayron qilgan. Shundan Ko'ksinonga tashrif buyurgan. Bosh qahramonimiz Isagi o'zining qobiliyatlari bilan yagona emas edi va bu juda ham g'alati. Chunki bosh qahramon har doim qandaydir qobiliyatlari bilan ajralib turish kerak edi. Isagi juda ham ajralib turmagan.
har doim hamma jihatdan o'rtacha bo'lgan, lekin o'zining bitta tarafiga ko'proq e'tibor bergan va uni qurolga aylantirgan. Negadir bu anime menga jodugarlar jangini juda ham ko'p eslatyapti. Bosh qahramonimiz o'rta miyoni, juda ham ajralib turmaydigan va ayniqsa Baroni qora chaqmoqni ishlata olganiga hayron qolyapman. Yana la'natlangan energiyasiz. Balki la'natlangan energiya bordir. Jureo